So'nggi yillarda O'zbekistonda nefrologiya va gemodializ sohasidagi islohotlar juda tez sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. Xususan, respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazida yangi texnologiyalar joriy etilishi va bemorlarni to'liq qamrov qilish bo'yicha ko'rsatkichlar O'zbekiston 2030 strategiyasining amaldagi isboti sifatida e'tirof etish mumkin. Mana kutilgan fursat sahnasida aytganimdek, O'zbekiston 2030 strategiyasining aynan 14-maqsadi aholiga birlamchi tibbiy xizmatlarni yanada yaqinlashtirish va respublikada gemodializ o'rin-joylar bilan qamrab olishni amaldagi ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Gemodializ o'zi nima? Gemodializga kimlar muhtoj? Gemodializ bu surunkali buyrak yetishmovchiligining terminal 5-og'ir darajasi bo'lib, asosan bemorlarda siydik ajratish funksiyasining to'xtashi hisobidan bemorlar doimiy ravishda umrbod rejali gemodializ muolajasini qabul qilib kelishadi. Aynan bemorlarni 100% qamrab olish O'zbekiston 2030 strategiyasining 14-maqsadida samaradorlik ko'rsatkichi sifatida belgilangan. Yangi gemodializ apparatlari bilan biz bemorlarning individual holatini hisobga olgan holda davolashni amalga oshiramiz. Bu bemorlarning ishonchi va umidini kuchaytiradi, deydi Alisher Xoliqov. Strategiyaning amaldagi ko'rinishi sifatida markazda gemodializ bo'limi zamonaviy qurib bitkazildi va 2025-yilda ishga tushirildi va bu bo'limda oxirgi rusumdagi zamonaviy gemodiafiltratsiya apparatlari bilan jihozlandi. Respublikada apparatlar soni 786 taga yetkazildi. Aynan markazda oxirgi rusumdagi zamonaviy apparatlar qo'yildi va bu apparatlar faqatgina gemodializ muolajasi qilishdan tashqari bemorlarga qo'shimcha tarzda gemodiafiltratsiya amaliyotini o'tkazish uchun ham mo'ljallangan. Aynan bu yerda hozirda 300 dan ortiq bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilingandan beri nefrologiya sohasidagi ishlar jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. 2022-2024 yillarda respublika bo'yicha gemodializ bo'limlari soni 2 barobardan ortiq oshdi. Ilgari 50 dan kam o'rin mavjud bo'lgan bo'lsa, endi bu ko'rsatkich 105 dan oshdi. Buning natijasida bemorlarning 100% to'liq qamrov qilindi. Ya'ni kutish ro'yxati degan holatlar mavjud emas. Mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsizki, og'ir ahvoldagi bemorlarimiz kun davomida tez tibbiy yordam mashinasi orqali gemodializ muolajasiga olib kelib ketirishmoqda. Qon bosimim ko'tarilib kelaman. Men kelgandan bu yerda juda ham yaxshi o'zimni yengil his qilaman. Davolanganimdan keyin ketayotganimda juda ham yengil bo'lib ketamiz biz bu yerdan. Kelganimizda tortilamiz, tarozda ketayotganimizda yana tortilamiz. Juda ham yaxshi natija bo'lyapti men bu yerga dializga tushganimdan beri. Bizani qabul qilib kuzatib qo'yishadi. Minnatdor biz bulardan hammaligidan. O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida respublikamizning barcha hududlaridagi gemodializ markazlarining samarali ishlashi uchun raqamli tizimlar joriy etildi. Gemodializ sohasidagi islohotlarning markazida yangi texnologiyalar turadi. Markazda joriy etilgan eng so'nggi va zamonaviy gemodializ apparatlari bemorlar uchun xavfsizlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Bu yerda asosan gemodializ apparatlari uchun toza desallangan suvni yetkazib berishga mo'ljallangan suv tozalash moslamalari joylashgan. Bu apparatlar jami 70 ta gemodializ apparatini toza suv bilan ta'minlash quvvatiga ega. Kelayotgan tashqaridan kelayotgan suvni toza suvga aylantirib, filtrlab gemodializ apparatlariga yetib beradi va gemodializ seanslarini sifatli bo'lishini ta'minlaydi. Suvning tozaligi bu gemodializ sifatini belgilab beradi, ya'ni tozalanish darajasini. Bundan chiqayotgan suv qon bilan aralashadi. Natijada qon tozalanishiga katta yordam beradi, ya'ni qonning sifatini o'zgartiradi. Markazda tajribali nefrolog va bemorlar bilan olib borilgan suhbatlarimiz shuni ko'rsatdiki, bu islohotlar nafaqat raqamlar, balki odamlarning hayotini o'zgartirmoqda. Shko'lga kelaman, shko'lda olib ketishadi. 4 soat yotgandan keyin telefon qilaman. Shu kelib olib ketishadi. Yaxshiman, endi oldinga qaraganda ishning 100 barobar yaxshiman. Allohga shukr. Kelganimda vaqti yomon edim. Suv ko'p ichardim-ku, ishlardim-da. Shunda nafasim siqardi, yura olmasdim. Tomirlarim juda ham ingichka, hech kim tusha olmasdi, lekin shu Xurshid degan vrach bilan Elmurod haqiqatdan shu bilan juda ham sevaman. Jondan olib yaxshi ko'raman. O'zim farzandimda. Shu ikkita vrach tushardi. Boshqasi hech kimga qildirmasdim. Jonimni og'ritmaydi hamda. Birinchi kelganim rosa yig'lardim. Voy, qildirmayman derdim. Shu chochim tog'lasdi, shunaqasi ham bo'lar ekanda. Tomirimni yo'g'on qilib berishdi endi. Hamma vrach endi hammasi tushaveradi. Umida degan qiz ham bor, gap bo'sh qilmas. Ta'zim qilaman doktorlarga. Ishoning. Doktorlar boriga shukur kasallarni davolab
Alloh shukr umrimizda qo'shib berib shu xizmatlardan rozi bo'lsin doktorlarni hammasiga. Ming bor rahmat deyman. Borligiga shukr. Amin. Allohu akbar. Rahmat ona qizim. O'zbekistonda gemodializ sohasidagi islohotlar O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirishning eng yaxshi namunasi bo'lib, u aholi sog'lig'ini saqlashda yangi bosqichni belgilaydi. Yangi apparatlar mutaxassislarning malakasi va viloyatlardagi markazlar to'liq qamrovni ta'minlaydi. Bu islohotlar nafaqat raqamlar, balki minglab odamlarning hayotini o'zgartirmoqda va bu yo'lda O'zbekiston oldingi safda.